Shu cho'ka kremni necha grammligini toping va Edmedovdan sovg'alarga ega bo'ling. Qani ketdi. Assalomu alaykum aka, bitta zo'r o'yinimiz bor. Qani, shu cho'ka kremni ko'tarib necha grammligini topa olsangiz Edmedovdan sovg'amiz bor. 265 gram. Yo'q, adashdingiz. 250 gram. Ikkinchi imkoniyatingiz ham ketdi. Sizga aniqlikda yordam etaman. 300, 400, 500, 600, 700, 800, ya'ni shunga o'xshagan tekis 200 son. gram. Yo'q, adashdingiz. Ishtirokingiz uchun rahmat, 600 gramm. Rahmat kattakon. Agar necha yuz grammligini topa olsangiz, yo'q, adashdingiz, yana ikkita imkoniyatingiz bor. Bunaqa. Yo'q. Bitta imkoniyatingiz qoldi. Yo'q, adashdingiz. 600 gramm edi. Ishtirok uchun rahmat. Charchamanglar. Qizlar, hormanglar, bitta ajoyib o'yinimiz bor. Assalomu alaykum. Shu cho'ka kremni ko'tarib necha grammligini topa olsangiz, Edmedov kompaniyasidan sizga sovg'amiz bor. 900 gram. Xo'p, 3 ta imkoniyat beramiz. Birinchisida adashdingiz. 850. Yo'q, yana adashdingiz. Xo'p, ikkinchisida ham adashdingiz. Oxirgi imkoniyat. Bitta yordam beraman. 500, 600, 700 kabi tekis son, ya'ni 850, 550 bunaqa emas. Oxirgi imkoniyatingiz. 600 bizniki. Topdilar 600 gramm, shuning uchun sizga Edmedov kompaniyasidan sovg'a. Tanovul qilib turasizlar? Yoqadimi? Da. Xursandmiz tanovul qilishdan. To'xtamanglar, charchamanglar. Rahmat, charchamang. Bitta ajoyib o'yinimiz bor. Kamera bormi? Ketdi. Cho'ka krem iste'mol qilib turasizlarmi? Yoqadimi? Тебе нравится chocolate? Da. Ko'tarib ko'rasiz. Agar necha grammligini topa olsangiz, Edmedov kompaniyasidan sizga sovg'amiz bor. Ayting, necha gramm? 600 gram. Zayon. Logo davomi 600 shekil. Aniq. Adashmasa 600. Bittada topdilar. Gap yo'q. To'g'ri topdingiz. 600 gramm. O'shaning uchun sizga cho'ka krem, ya'ni Edmedov kompaniyasidan sovg'a. Rahmat kattakon. Tanlovda adashmadingiz. Nonushta uchun har doim cho'ka kremni tanlaganingiz uchun sizga rahmat. Rahmat. Bu ham sizga? Bu ham sizlarga. Charchamanglar. Shunaqa qilib bittada topib qo'yishdi. Bunaqa ishtirokchi hali bo'lmadi. Sizlar ham albatta nonushtaga cho'ka krem tanovul qilishni hech qachon to'xtatmanglar.